Do'stlarjonlar, assalomu alaykum hammaga. Bu safar shunaqa video qo'yishga qaror qildim. Bu videoyimni Rossiyada 2 yil oldin olgan ekanman. Bu videoni ko'rib turib salbiy fikrga bormanglar, chunki bunaqa hayotda yashayotganlar juda ham ko'p oramizda. Oliy maqsadlarga yetishish uchun nimadandir voz kechishimiz kerak. Juda ham ko'p savollar kelganligi uchun shunaqa video tariqasida javob berishga harakat qildim. Yaqinda 3-chi farzandimni dunyoga keltirdim. Ha, uchalasi ham o'zimning farzandlarim. Birovning farzandini boqib olmaganman. Farzandlaringiz bu darajada ruschani qatdan yaxshi bilishadi deganlar uchun farzandlarim Rossiyada maktabda o'qishgan. Hozirda O'zbekistonda Farg'ona shahrida 42-davlat maktabida o'qib kelishyapti. Rossiyadan qaytganimizdan keyin davlat maktabida emas, xususiy maktabda o'qitmoqchi bo'ldim farzandlarimni. Lekin o'qiydigan bola oddiy maktabda ham o'qib, tilni ham bilaveradi, hamma fanga ham qiziqaveradi. Shu fikrga keldik xo'jayinim bilan birga va meni hayron qoldirgani O'zbekistonda topishga nisbatan xususiy maktablarda narxi juda ham o'ta baland. To'g'ri, aytishinglar mumkin, shuncha odam o'qityapti-ku deb, lekin men oxirgi 2 yil ichida farzandimni katta qilish bilan band bo'laman, shuning uchun uyda o'tiraman, pul topmayman, ya'ni bu esa bir kishi ishlaydigan oilaga ozgina og'irlik qiladi. Siz farzandlaringizda qiziq ruschani gapirishligi uchun men ham rus klassiga bersam, shunaqa zo'r gapirishadimi deganlar uchun yo'q, ruschani yaxshi o'rgana olmaydi, chunki o'zingiz muloqot qilishingiz kerak. Rus tili bo'lsa murakkab til hisoblanadi. Rus tilini o'rganish oson emas. Rossiyadan kelganimdan berisiga juda ham ko'pchilik bilan muloqot qilib ko'rdim. Ularda hammasida aksent bor. Shu qatorda o'zim ham aksent bilan gapiraman. Farzandlarim mendan ko'ra chiroyliroq, ravon va bez aksent gapirishadi rus tilida. Mana O'zbekistonga kelganimizga 6 oy bo'ldi. Уже o'zbek tiliga o'rganib qoldik va ruschani уже unutishni boshlayapmiz. Shuning uchun farzandlarim bilan ko'proq ruschada muloqot qilishga harakat qilyapman. Lekin baribir O'zbekistonda hamma o'zbekcha gapiradi. Shuning uchun ham o'zingiz rus tilini bilmasangiz, farzandingiz rus tilini o'rgatadigan bog'chalarga bormagan bo'lsa, rus tiliga maktabga kirgizishingizni umuman maslahat bermagan bo'lardim. Biz o'qigan davrlar umuman boshqa edi va o'qituvchilar ham umuman boshqa. Chunki yaqinda diplom olaman, o'zim ham o'qituvchiman. O'zim bilan birga o'qigan o'quvchilarni ko'rib turib, hayratda qoldim. Ruschani razilini bilmasdan turib, qanday qilib ruschani o'rgatish mumkin? Ya Alloh dedimda, yoqamni tishladim. Maslahatim, farzandingiz tilni bilishini xohlasangiz, kichik kattaroq bo'lganda repetitorga bering. Mana o'shanda o'rganib olaveradi tilni. Biz mustaqil va erkin davlatda yashayapmiz. O'z fikrimni bildirib o'tdim. Kimdirni yomonlash yoki kimdirni pastga urish maqsadida gapirilmagan hech qaysi bu videodagi gaplar. Agarda bu video oldingizdan chiqib qolgan bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldirib keting kommentariyada. Xohlagan savollaringizga javob berishga tayyorman. Shuncha gapni gapirguncha hamma yoqni yig'ishtirib, shunaqa somsalar ham tayyorlab qo'ydim. Menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.